Biz sizlarga murojaat qilayotganimiz sababi bu yil o'zgarishimiz kerak. Qaysi nuqtai nazardan? Bu yil butun imkoniyat berilyapti bizga. Bo'ladi, hamma ishni qilsa bo'ladi. Faqat mehnat qilishimiz kerak, izlanishimiz kerak. Mahalla faollari, mahalla yettiligi bilan birgalikda muhtaram prezidentimiz tomonidan oldimizga qo'ygan barcha vazifalar, aynan ishsizlik, to'g'rimi? Kambag'allik darajasi nuqtai nazardan. Xo'ja ko'rsinga emas. Mana men yana bir marta aytayapman. Hamma resurslar, hamma tizimlar bor. Xotin-qizlarimizni band qilish bo'yicha ham, chorvachilik yo'nalishi bo'yicha ham ish qilamiz desak, xizmat ko'rsatishda ham mana hozir mahalla bino atrofida menga taklif beryapti. O'sha joyga o'zidan bir kichkina mahalla markazini shakllantirsak, tadbirkorlarimiz bor, quradi, faqat auksionga chiqarib bering deyapti mana menga. Arxitektor. Sen o'tirasan, qolasan hozir bu yerga, menga o'sha mahalla yo'nalishini shakllantirib, bitta chiroyli bo'lib iloha olib berasiz. Maqsadimiz shu yerda o'tirganlarni ham, shu yerda o'tirganlarning oila a'zolarini ham kosasini ko'kartirib, dunyoqarashini o'zgartirib, daromadini oshirish. Bugun muhtaram prezidentimizdan shu narsani xohlayapman. Bu yil kambag'allik qizil hududdan chiqaraman mahallani. Xavfli oldida va'da beraman. Albatta bu va'da yaxshi. Qani tahlil qilib, hisob-kitob qilib. Tahlil mana kavropchilik qilganmiz. Bu mahallada yo'q edi. Hozir 12 ta xonadonda kavropchilik yo'nalishida ishlarni tashkil qilganmiz. Keyinchalik mana bu yil Samarqand bilan hozir shartnoma qildik, hokim bo'lib, parrandachilik yo'nalishida dehqonchilik qilgan ota bo'ladi. İzlanish kerak, qilish kerak, imkoniyatdan foydalanish kerak. Birinchidan prezidentimizga ming rahmat. Mana bizlarni hammamizni mana shu yorug' kunga ko'tarayotgan prezidentga yo'l yo'li. Haqiqatan prezidentga aytganini agar hammamiz qilsak, yaxshi yo'lga tushib olsa, shu xalqimiz ham qancha o'zini bolasiga, ishsizlarga, haligi kambag'al oilalarga daromad haligi bo'ladi. Yorug' kunlarni ko'radi. Prezidentimiz nima deyotgan bo'lsa, shuni uddasidan chiqadi biz. Hamma aytayotgan gapingiz xalq uchun jonkuyarlik. Prezidentimizga ming rahmat. Ming rahmat. E'tiborli bo'layapti. Qancha shukrki, mana shunday yaxshi kunlarda yaxshi gaplarni eshitdik. Birinchidan prezidentimizdan, ikkinchidan hokimiyatimizga, uchinchidan Alloh taolodan tomonidan berilayotgan qor yomg'irlariga ming marta shukr aytamiz. Allohu akbar.